Assalomu alaykum barchaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun endi o'yin haqidagi ikkinchi video chiqadigan bo'ladi. Endi oldingi safar biza o'zimizning o'yinimizni qanday qilib web versiyasini chiqarganimizni aytgandim. Endi bugun biza biroz boshqacharoq, ya'ni shunchaki web versiya emas, Godotdan foydalanamiz. Nima u Godot degan narsalar bor. Masalan, bu dvijok deylik. O'zbekchasiga aytadigan bo'lsam qanaqa bilmayman. Dvijok deyiladi. Ya'ni har bir narsani run qilib beruvchi biror bir dastur bor. Ya'ni sizlarni Python kodidan run qilish uchun sizga bitta interpretatorladi va shu kerak. Yoki Linux kod, C++ kodini run qilish uchun sizga kompiler kerak. Endi sizlar o'zingizlarning o'yinlarni run qilish uchun, ya'ni ma'lum bir turdagi o'yinlarni run qilish uchun sizga Godot yordam beradi. Godot nima? O'zi Godotning qanaqa qulayligi bor desanglar, u shunchaki kod yozmaydi. Undagi detallarni o'zingizlar qo'shsanglar bo'ladi. Ya'ni o'yinga masalan biror bir detal qo'shmoqchilar, boshqa farqi yo'q, o'zingizlar qo'sha olasizlar. Xo'sh, cho'zib o'tirmayman. Birinchi o'rinda kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Undan keyin albatta like bosish kerak. Bu videoga ixtiyoriy majburiy. Shundan keyingina keyingi videolar chiqishiga biroz bo'lsa ham motivatsiya bo'ladi. Tamam, xo'sh, ketdik bu yerdan. Masalan, Godot sayti bor o'zini. Shunchaki Godot yozsanglar chiqadi, o'zi sayt chiqadi. O'sha yerdan o'zingizga kerakli o'yin, kerakli versiyani skачать qila olishingiz mumkin. Masalan, Tour 6 versiya chiqqan. Menda lekin Tour 5 adashmasam. Xo'p, 26-yanvarda bugun chiqqanda 26-yanvar kuni olinyapti agar ma'lumot o'rnida. Da уже soat 3:13 da olinayotgan video ekan. Xo'sh, короче, da yangi versiyasi chiqibdi. Muhimi shu. Xo'sh, buni bu yerdan yuklab olasizlar. Sizlarning o'zingizlarning operatsion tizimingizga qarab Godotning versiyasini chiqaradi. Menda Linux bo'lgani uchun menga Linux uchun versiya chiqarib berdi. Agar sizlar boshqa versiya ishlatadigan bo'lsanglar, sizlarga boshqa versiya chiqaradi. Xo'p, bu yerda skачать qilib olasizlar. Agar sizlarda Linux bo'ladigan bo'lsa, shunchaki bunaqa zip fayl tashib beradi. Sizlar buni ekstrakt qilib, ya'ni izolate qilasizlar-da, ichidan bitta fayl chiqadi mana bu. Buni ochsanglar Godot ishlaydi. Agar lekin sizda Windows bo'ladigan bo'lsa, u adashmasam exe fayl tashib beradi va uni installer exe tashlaydi. U orqali install qilsanglar bo'ladi. Biz bu Godotga kiramiz. Ya'ni Godotni kirib olamiz. Boshlanishi. Bu yoqqa birinchi o'rinda o'zingizlar proyekt yaratsanglar bo'ladi, noldan import qilsanglar bo'ladi. Shu yoki proyektni qidirib ko'rsanglar bo'ladi. Agar sizda proyekt bo'lmasa, nima qilamiz deyishingiz mumkin. Birinchidan o'rganib ketish qiyin bo'lishi mumkin. Shu sabab shunchaki Google ga Godot engine projects desanglar, bu yerda enginega o'sha Godot yasalgan o'yinlar chiqib keladi. Ya'ni ularga oid proyektlar chiqadi. O'shandan o'zingizga masalan GitHub bor edi. O'zingizga biror bir o'yinni skачать qilib, uni o'zingiz ishlatib ko'rsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, demak, birinchi aytgandek, Godot nimaligini aytdim. Godotdan tashqari bir qancha dvijoklar bor. Masalan, Unity agar bilsanglar, agar Unity bor. Keyin Unitydan boshqa Unreal Engine bor. Bu endi ancha professional, boshqa ishlatsanglar bu o'sha top dvijoklar hisoblanadi. Ma'lumot uchun, adashmasam PUBG Mobile Unityda qilingan, Unreal Engine'da qilingan. Ya'ni PUBG ga kirayotganingizda mana bu logotipni ko'rasizlar. Unreal Engine. Bu o'sha o'yin yaratuvchilari Unreal Engine'dan foydalanganini bildiradi. Xo'sh, skачать qildim deylik. Menda allaqachon bor bu narsa. Menda ochdim. Agar sizda chiqmasa, mana bunaqa aytgandek GitHubdan o'zingiz klon qilib faylni olsanglar bo'ladi. Menda Niqob degan o'yinim bor. O'shani davom ettiraman. Xo'p, Game Engine ochildi bizda. Chap tomonda ko'rsanglar, bizda o'sha kerakli joylar, bu yerda fayllar turadi. Ya'ni bu yerda ham baribir fayldan ishlashingiz to'g'ri keladi. Va qachonki fizikasini ishlatmoqchi bo'lsangiz, lekin agar sizlar oddiygina qilib
muntazam bo'ladi. Baribir kod kerak bo'ladi. 2D o'ynaysizlarmi, 3D qilasizlarmi farqi yo'q. Adashmasam Godotda ham 3D o'yin qilsa bo'ladi. Men hali ko'rishga ulgurmaganman. Shunchaki qilish mumkin ekan. Ma'lumot o'rnida men ham bu Godotni o'zi kecha ishlatishni boshladim. Bugun 27-sanada hisoblasak, kecha birinchi marta kompyuterimga o'tkazdim va ishlatib ko'rdim. Masalan, property kiradigan bo'lsam, mana modified bu xato bu. 10 emas. Men kecha sketch qildim bu Godotni. Ma'lumotlarni aytib ketdim. Xo'sh, bu yoqda o'zini nastroykalari bor. 2D ni ko'rsata qoldik. O'zingiz chizib, o'zgartirib, kerak bo'lsa o'sha pejni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Masalan, menda o'yin tayyor, ya'ni tayyor emas, ya'ni davom etyapti. Va men uni o'ynab ko'rasizlar endi. Va bizda shunaqa o'yin ochilib beradi, ya'ni akm ochiladi. O'yinni boshlash, chiqish tugmachalari bor. Va bu hech qanaqa ishlatmasdan turib qilingan, ya'ni birorta 3D model ishlatilmagan. Xuddi shu o'yinga birorta 3D model ishlatilmagan. Layout tugadi. Ya'ni har xil bosqichlar bor, o'ziga yarasha. Keyin buni o'zini anulari bor. Personajlari bor. Spider-Man, Iron Man, ya'ni Temur odam, undan keyin Batman. O'zini har birining o'ziga yarasha darajalari bor. Masalan, ba'zi bir joyda Batmansiz bu o'yinni yutib bo'lmaydi. Ba'zi bir joyda esa uning uchun Spider-Man kerak. Ba'zi joyda umuman baland bino bo'ladi. Uni ustidan o'tish uchun bizga mana buni dvigatel kerak bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni o'yinni har bir bosqich uchun qilingan narsa bu. Aytgancha bunda 3D model ishlatilmagan, ya'ni o'zimdan topib ishlatmaganman. Faqat hammasini kod bilan qilingan. Shu sabab biroz xunuk bo'lishi aniq. Agar sizlar o'zingizlarni pixel artda chizib, o'zingizlarga yuklaydigan bo'lsanglar, bu ancha zo'r bo'lib beradi aytib qo'ying. Xo'sh, biz nima qildik? Godotni ko'rdinglar o'zingizlar. Agarda Godot bo'yicha tushunmaydigan holatingiz bo'lsa, xatoliklar chiqadigan bo'lsa, kimdandir so'rashdan oldin shunchaki aniqlanglar. ChatGPTga yozinglar, Googledan qidiringlar. Umuman research qilib ko'ringlar, o'zi nima bu, nima xato kelyapti degan ma'noda. Zo'r foyda beradi. Xudo xolisa. Xo'sh, nima qoldi yana masala ko'rsatishim kerak bo'lgani? Xo'p, projektda qismlari bor bu yerda. Yaxshi tomon nima? Ya'ni sizlar Godotni yaratib bo'ldingiz, ya'ni Godot o'yin yaratdinglar. Endi sizlarga nima kerak? O'yinni sketch qilib olishingiz kerak, to'g'rimi? Endi bunda bu Godot o'yinida sizlar o'yinlarni har xil usulda sketch qilsangiz bo'ladi. Uning uchun bizga pastda project bo'limidan export kerak bo'ladi. Ya'ni agar sizlarda ruscha bo'ladigan bo'lsa ham adashmasam exportda exportligicha qoladi. Xo'sh, bizda menda hozir Windows bor va web versiyasi bor, ya'ni HTML formati. Bu yoqdan o'zingizga kerakligini qo'shsanglar bo'ladi, ya'ni Vision OS, ya'ni Visionda o'ynash uchun, macOS uchun, ya'ni Apple iOS bilan macOS Apple bor, Linux bor, ya'ni meni operatsion tizimiga hattoki bor. Yoki Android uchun ham o'yin qilsangiz bo'ladi. Tushunyapsizlar? Ya'ni bu platforma orqali Android, iOS, Linux, Windows va macOS uchun bemalol o'yin yaratish mumkin ekan. Xo'sh, men bugun sizlarga birinchi o'rinda mana bu joyni ko'rsataman. Ya'ni menga hozir sizlarga ko'rsatib bera oladiganim bu web versiyasi. Agarda sizlar xo'sh iOSda iOSda chiqdi. Sizlarda birinchi kirgan tibbiot hech narsa ko'rinmaydi. Agar add qilib o'sha web versiyani qo'shadigan bo'lsangiz, sizlarda mana bunaqa qizil yozuv chiqadi aniq. Bu aniq chiqadi. Shuning uchun nima qilasizlar sizlar? Shu narsa chiqqanda adashmasam buni boslarmidi? Yo'q, bo'lmas ekan. Yo'q, bu ham emas. Projectdan exportga o'tib hozir Tesla var edim qanday qilinishini. Advanced page feature encryption. Qanday edi?
Xo'sh. Qanday edi? Eslolmayapman что-то. Hmm. Hmm. Hozir eslolmayapman lekin bor edi. Men chunki tepadagilarni qildim-da shunday. Xo'sh, nima desam bo'ladi? Yo'q, mayli, okey. Ozgina titrasizlar. Aynan shu oknodan chiqib ketmasdan turib, bu muammoni yechimini topsa bo'ladi. Eng bo'lmadi holatda просто Google qilinglar. Eng bo'lmadimi, endi AI bilan ishlatib ko'ringlar, ChatGPT ishlatinglar, maslahat olinglar, nima qilyapti, ishlash qanaqa, bitta ko'rib olsanglar bo'ladi. Bizga hozir web versiyani yuklab qo'yganman. Shuning uchun muammo yo'q. Web versiyani ustiga bosamiz. Bizda featurelar bor, xohlaganingizlarni qo'shsanglar bo'ladi, qo'shimcha sifatida. Va encryption bor. Ya'ni ba'zida muhim tomonlardan biri o'yinlarni kimdir o'g'irlab qo'yishi mumkin. Ya'ni aytaylik, sizlar litsenziyasiz chiqaryapsizlar, aytaylik, просто Google'ga yuklab qo'yyapsizlar. Masalan, eng ko'p o'yin yuklangan saytimiz bu itch.io shunaqa sayt bor. O'shanda eng ko'p o'yinlar turadi. Agar sizlar u yerga yuklaydigan bo'lsangiz, hammasini kodinglarni ko'ra oladi. O'sha payt o'zi kodni olib ishlatib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun sizlarga bu yerda encryption kerak bo'ladi. Aynan nima qilish uchun, ya'ni xavfsiz saqlash uchun. Buni ham bitta o'rganadi. Hozir bizga unaqa uzoq vaqt kerak bo'lmagani uchun tezda ishlatishim kerak. Xo'p, web versiyasiga qilib qilaman, eksport qilaman. Bundan oldingi web versiya bor edi. Buning uchun bizga bitta folder kerak. HTML3 deb nomladim va HTML3 ichiga men yozdim. Bilasan. Xo'p, aytgandek bosasizlar va bu yoqdan export HTML bosasizlar, tamom. Xo'sh, bizda endi adashmasam eksport bo'ldi. Xo'p, HTML3 degan faylimiz ichida shuncha fayl paydo bo'ldi ekan. Endi nima qilamiz buni biz desanglar? Xo'sh, bizani veb-saytimiz bor. Allaqachon veb-saytimiz bor. .zakata.uz degan veb-sayt. Hozir hech narsa yuklanmaganim uchun kirib bo'lmaydi. Xo'p, ortiqcha narsani chiqib ketaman. Xo'sh, nima bu? Bu yoqqa endi barcha fayllarni olaman va bu yoqqa eksport qilaman. To'g'ri, import qilaman. 35 megabayt bo'lar ekan bizning o'yinimiz. O'yin o'tdi bu yerga. Endi bizda mana bu joyda endi ochilish kerak. O'yin ochilishi kerak bo'ldi. Ctrl Shift der, chunki saqlashi mumkin. Bu yoq saqlandimi axir? Nimaga o'tmayapti? Cyber Zakataning ichida mana bunga kirishim kerak. Biz hozir niqob HTML qilganimiz sababi shunda. Hozir buni agar o'zgartirib ko'rsam, bilarmiki o'zgartirsam. Niqob HTML o'zgartirsam bo'ladimi? Index HTML qiladigan bo'lsam, agar Primo o'qish kerak. Primo qilib va bizda Godot engine'ni chiqarib berdi. Mana bu nima desanglar, endi bu bizani aytaylik stikerlarimizdan web versiyada ko'rinishi. Aniqroq meni kompyuterimda ko'rinishi bu. Okey, o'yinni boshlash, chiqish knopkalari bor ekan bizda. Chiqish knopka webdan ishlamaydi. Sababi bu web, chunki webning ichidan tashqari chiqish imkoni, ya'ni biz uni kompyuterga ulana olmagani uchun narsa iloji yo'q. Bizda faqat o'ynash imkoniyatimiz bor demak. O'yinni endi webda ko'ryapsizlar. Ozgina glitch bor, frizi bo'lyapti. Ishlot muhammasida, ishlot такой. Batman. Bu anonsi bor, flash bor. Level tugatdik. Xullas, muhim ishlar tushunib bilib olsam bo'ldi hozir. Ikkinchi level tugadi. Mana bu joydan aytgandek, endi men sakrab o'tolmayman, boshqasi qilolmayman. Menga nima kerak? Menga Spider-Man kerak. Uzr.
ayrilmay kerak va ayrim menyusidan o'tdim va qarabsizki, mana bu bilan tushdim sekin pastga. Tushdi. Bu nima otardida kichkinagina 3 ta bo'lakli narsa otadi. Sabab bu уже Spider-Man. Uzr, Batman. Xo'sh, menimcha bo'ldi. Men sizlarga ko'rsatishim kerak bo'lgan narsani ko'rsatdim. Gadotni o'zinglar o'rganasizlar. Ya'ni prosta men sizlarga kirish qilib beraman va qolgani o'zingizdan bo'ladi, xudo xolisa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi video tugadi. Aytgancha obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xayr.